Assalomu alaykum yana bir bor aziz yurtdoshlar, barchaga bugungi juma tongi muborak bo'lsin, ayyom muborak bo'lsin deymiz va sizlar bilan sog'lik salomatlikda, bag'ri butunlikda diydorlashib turganimizdan biz benihoya xursandmiz. Oshxonada allaqachon ish boshlandi. Hamma xonadonlarda menimcha nonushtaga tayyorgarchilik. Sababi bolalar o'qishga, kattalar ishga ketadi. Kelinlar zerikkandan yoki qaynonasidan qo'rqqandan, hurmatidan, xullas kalom oshxonada ish qizg'in. Bizning oshxonamizda esa bugun Obidjon tashrif buyurganlar. Obidjon birinchi kun kelishlari emas, bir necha bor tashrif buyurganlar va chiroyli taomlari bilan, nonushtalari bilan qoyil qilib, rahmat eshitib ketganlar. Bugun ham bir tashakkurnoma e'lon qilib yuboramiz Obidjonga. Xush kelibsiz Obidjon. Assalomu alaykum. Rahmat. Va alaykum assalom. Xo'sh. O'zi taom pishirayotganda biz hozir juda ilgari ota-bobolarimiz bor paytda, eskilar bor paytda, bobo-buvilar bor paytda mol yog'i bilan zig'ir yog'ini omiqta qilib, keyin taom pishirardik. Paxta yog'iga. Hozir endi biz o'simlik yog'lariga juda o'rganganmiz. Bularning ichida eng yaxshisi mana shu slabada yog'i. Chunki Obidjon professional oshpaz slabadan ishlatyaptimi? Demak, chiroyli taomlar pishadi. Bugun nima taom pishiramiz? Xo'p, bugun rahmat O'tkir aka sizga. Bugun xonim qilamiz. Toshkentchi xonim qilamiz. Xonimlar va janoblar, tayyor turinglar. Bozor xonim emas, o'sha xonim. O'zani qasqonga mana nima deydi? Mana lappayga o'rab, chiroyli qilib o'rab, orasida ichiga nima qo'shamiz? Qiymami? Ha, kartoshka, piyoz, ozgina qiyma ham qo'shaman. Ha, ustiga anaqasi bormi uni? Tomatning souslari bo'ladi. Piyoz, keling. Zelillari bilan, ana o'shandan keling. Zo'r. Lekin erta tongdan xamir ovqat qanday bo'ladi Obidjon? Aka, novot ham olib keldim. Novot? Ha, o'zi xonim sovuqroq, sovuqlik hisoblanadi, yashang. O'shan ketidan bitta novot choy icharsanglar. Ha, omiqda bo'lib, ani tarozi pallasi baravar kelib qoladi deysizda. Xamir ovqat o'zi sovuq ovqat hisoblanadi, sovuqlikni oshiradi deyshadi. Lekin ozgina mehr berilsa, qiymaning ichiga ozgina yog'i to'g'ralsa, chiroyli qilib yilsa, menimcha yomon bo'lmaydi. Mazali bo'ladi. Ertadan ketadimi? Sizlar baho berasizlar endi. Bo'ldi. Qani, biz slabada yog'larida mana endi xonimni chiroyli qilib boshlaymiz. Obidjon, sizga kuch-quvvat bersin. Hozircha xamirni qilib qo'ydim. Bu yog'iga endi jarayonlarni bitta-ketdan. Archib yuboring kartochkalaringizni. Yo'q. Siz bemalol olib boraversanglar, men o'zim sekin. Bo'ldi. Biz olib boramiz, siz olib kelasiz, xo'pmi? Bo'ldi. Dilfuzaxon, sizda nima gap? Bizda zo'r gap. Biz Obidjon bilan sizlarga bugun xonim qilib beramiz. Juda ham zo'r. Chunki ikkita xonimga, yo'q, 3 ta xonimsizlar. 3 ta xonimsizlar. Bitta bo'lamiz. Faqat 3-chi xonim ko'rinmayapti. 4-chisi ham keladi, hozir esa 3-chisi tashrif buyurgan. Buncha ko'pchilar deydi. Ya'ni bizning ilk mehmonimiz.